Instagram bu virtual bir hayot. Haqiqiy hayot esa umuman boshqa. Mashhur va taniqli insonlar, blogerlar hayotini kuzatar ekansiz, ularning beixtiyor baxtli yashayotgani, muvaffaqiyatga erishayotganini ko'rasiz. Bunday payt sizda bir his paydo bo'ladi. Ularning hayoti zo'r, meniki esa unday emas. Men baxtsizman, omadsizman kabi o'y-xayollar sizning ich-etingizni yeydi. Aslida-chi, ularning hayoti faqat baxtga to'lganmi? Yo'q. Aslida hamma hayotini chiroyli ko'rsatadi. Sahna ortida esa siznikidan battar kunlar bo'lgani, qiyinchiliklar, ezilishlar, yillab mehnatlar va omadsizliklar turgani haqida deyarli hech kim sizga gapirib bermaydi. Shunday ekan, ularning virtual hayotlarini o'zingizni real hayotingiz bilan solishtirmang. Bu shunchaki ahmoqlik.